Tinglovga qo'ng'iroq qilishyapti. Mehribonlik zalidagi o'sha odam yana qo'ng'iroq qilyapti. Hozircha e'tiborsiz qoldiraman. Kelajakdan kelgan har bir retseptni tog'-tog' boylikka osongina almashtirish mumkin. Lekin shunchalik qimmatli narsani ularga ishonib topshirish mumkinmi, yo'qmi hali bilmayman. Bu Shingluning uyi joylashgan bino. Shinglu uyiga qaytdi. Shinglu gapiryapti. Optik kompyuter, ishga tushir. Eve, shaxsiy ma'lumotlarimni chiqar. Eve gapiryapti. Xo'p, shaxsiy ma'lumotlaringiz olinmoqda. Bu Shingluning kelajakdagi shaxsiy ma'lumotlari. Erinmasangiz o'qib chiqing. Shinglu hayratlanib qaradi. Bu 18 yoshida ikkinchi darajali jangchi bo'lib, Ashkerik shahrida shov-shuv ko'tardi. So'ng Ashkerik jangchilar uyushmasi tomonidan Dongning viloyatining daholar lageriga tavsiya etilgan eng yaxshi 20 talikka kirdi. 3 yildan so'ng Dongning jangchilar universitetini tugatib, armiyaga xizmatga bordi. 5 yildan so'ng xizmatdan kichik ofitser unvoni bilan iste'foga chiqdi. Ashkerik shahriga qaytib, Shing jangchilar akademiyasiga asos soldi. 45 yoshida 6 darajali jangchilar safiga qo'shildi. 55 yoshida 7 darajali jangchi bo'lishga muvaffaq bo'lmadi. 383-yil iyulda mutatsiyaga uchragan maxluqlar Ashkerik shahrini qamal qilganda jangda halok bo'ldi. 87 yoshda. Shinglu gapiryapti. Demak rostdan ham kelajak rostdan ham o'zgarishi mumkin ekan. Hech bo'lmaganda mening kelajagim o'zgarishi mumkin. O'tgan hafta men 37 yoshda 4-darajali jangchi sifatida o'lib ketgan odam edim. Endi esa 6-darajali jangchi bo'lib 87 yoshgacha yashashim aniq. Hatto 7-darajaga chiqish umidim ham bor. Lekin bu hali yetarli emas. Bunday kichik o'zgarishlar butun dunyo va uning kelajagiga unchalik katta ta'sir ko'rsatmaydi. Agar inson zotining taqdirini o'zgartirib, dunyoning kelajagini 10 ming yil rivojlanishiga ta'sir qilmoqchi bo'lsam, yanada kuchliroq bo'lishim kerak. 6-darajali jangchi bo'lish ham yetarli emas. Hatto 7-darajali jang ustasi, 8-darajali jangchi buyuk ustasi yoki 9-darajali jangchi avliyosi bo'lish ham vaqt sinoviga dosh berishga yetmaydi. Agar taqdirimni o'zgartirib, oxirini ham o'zgartirmoqchi bo'lsam, jangchilik san'atining cho'qqisiga yetib, 10, balki hatto 11-darajaga yetganimdagina kelajagim uchun bir uchqun umid paydo bo'ladi. Imkoniyat juda oz bo'lsa-da, men bu yo'lni tanlab bo'ldim. Yo muvaffaq bo'laman, yo shu yo'lda halok bo'laman. Sukunat nurni tug'diradi. Harakat esa uchishga olib keladi. Javhar shaklsiz, ong harakatlanuvchan, ruh mustahkam, ruh nafis. Javhar ko'tarilgani sari tana unga ergashadi. Ekrandagi odam gapiryapti. Ajoyib yozuv prezident Xiaoning shunchalik boy ruhiy quvvati borligini ko'rsatib turibdi. 7-darajali jang ustasi maqomiga yetishingiz vaqt masalasi xolos. Agar prezident Xiao boshqalarni tarbiyalashga ham shu qadar kuch sarflaganda edi, yanada yaxshi bo'lardi. Ha, qadrli rahbar, meni mazaq qilmang endi, dedi qalamni ko'tarib. Yuxi Xiao, Ashkerik jangchilar uyushmasi prezidenti, 6-darajali jangchi cho'qqisi. Prezident Xiao gapiryapti. Ashkerikda yana bir necha jangchi vunderkindlarning paydo bo'lishini istamayman deganim emas. Xohlayman, ammo lekin o'zingiz bilasiz, Ashkerikda uzoq tarixli jangchilar oilalari yo'q. Shahar ham boy resurslarga ega emas. Hech bo'lmaganda ozgina iste'dodi bor har qanday yosh nihol shahrimizdan ketishga harakat qiladi. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Ekrandagi odam ozgina jiddiy o'ylab turib, prezident Xiao, vunderkindlar lageri yana ochilish arafasida dedi. Keyin u ekranni o'chirib gapida davom etdi. Oxirgi marta kimnidir yuborganimizdan beri ko'p yillar o'tdi. Ashkerikdagi katta shahar uchun yaxshi natija ko'rsatish u yoqda tursin, birortasini ham yubormaslikning o'zi katta sharmandalik. Bu safar har qanday yo'l bilan Ashkerikning sha'nini saqlashingiz shart, tushundingizmi? Dedi va o'chirib qo'ydi. Prezidentning jahli chiqib ketdi. La'nati, u meni qo'l qovushtirib o'tirgan deb o'ylayaptimi? Yangi iste'dodlarni tarbiyalash o'rniga. Agar tepada o'tirsam, qo'limda barcha resurslar bo'lganida, shu yerda xattotlik bilan vaqt o'tkazib o'tirmasdim. Bu pog'onada oldinga siljishga umid yo'q. Shu vaqtda uning kotibasi eshikdan yugurib keldi. Prezident, buni ko'rishingiz kerak. Jangchilar uyushmasida bir voqea yuz berdi. Prezident biroz hayratlanib, nega bunchalik shoshyapsan? Hatto eshikni ham taqillatmadingmi? Nima bo'ldi? Kotiba esa, kechirasiz, lekin bu masala juda shoshilinch. Imtihonchi hozirgina menga juda muhim ma'lumot uzatdi.
Bugun sinovlar paytida jangovar quvvat ko'rsatkichi 15 mingdan oshgan 18 yoshli ikkinchi darajali jangchi paydo bo'libdi. Prezident tezroq yozuvni menga ko'rsat deb kotibaning qo'lidan planshetni tortib oldi. Ikkisi ham videoni hayajonlanib tomosha qilyapti. Shingliuning sinov maydonida ko'rsatgan astral portlash nomli zarbasi. Uyushma prezidenti gapiryapti. Bu mukammallikka yetkazilgan musht usulimi? Kotiba esa "U nima degani?" deb savol berdi. Prezident hayajonlanib shunday deb javob berdi. Bu jangchilar olamida ishlatiladigan atama. Sen jangchi emassan, bilmasliging tabiiy. Bilishing kerak bo'lgan yagona narsa shuki, uning yoshida musht usulini mukammallik darajasiga yetkazish uchun 10 kishidan ham kamroq odam bunga erisha olgan. Prezident o'ylay boshladi. Shoshmang. Hatto mukammallikka yetkazilgan musht usuli bo'lsa ham, qon javhari ko'rsatkichi atiga 15-7 bo'lgan holda bunday jangovar quvvatni namoyon etish mumkin emas. 10 mingdan ortiq jangovar quvvatga erishish uchun bundan ham yaxshiroq biror narsa kerak. Axir mukammallikka yetkazilgan musht usuli ko'pi bilan jangovar quvvatni 2 barobar oshirishi mumkin xolos. 18 yoshda qon javhariga to'g'ri keladigan standart ko'rsatkichdan 10 barobar yuqori jangovar quvvat. Yana oddiy oiladan chiqqan. Demak shu boshqa izoh bo'lishi mumkin emas. Kotiba biroz xavotirlanib "Prezident" deb chaqirdi. Prezident esa baqirib kulishni boshladi. Yosh bolalar ko'zini yumib tursin. Prezident xuddi ichib olgan alkashday baqirib kulib gapiryapti. Ha ha ha, kichkinaxo, bu milliondan bir uchraydigan iste'dodli jangchi. Shundaylardan biri bizning Ashkirik shahrimizda paydo bo'libdi. Keyin u hayajondan kotibani chilpirak qilib aylantirib tashladi. Boshi aylanib ketgan kotiba prezidentni chalg'itish uchun gapirishni boshladi. Bu iste'dodli jangchilarning nimasi shunchalik o'zgacha? Prezident gapiryapti. Jang san'atini o'rganuvchilar orasida kichik bir guruh bor. Bu odamlar deyarli koinotning sevimlilari hisoblanadi. Ular oddiy odamlar tasavvur ham qila olmaydigan ulkan kuchlarni uyg'otadi. Iste'dodi uyg'onishi bilan qon javhari ko'rsatkichi keskin ko'tariladi. Tog'larni puchakdek ezadigan kuch yoki chaqmoqdek tezlik bilan. Ularni biz iste'dodli jangchilar deb ataymiz. Ha ha ha, tezroq bu Shingliuning oldiga shaxsan o'zim borishim kerak. Ota-onasini ziyorat qilib, bunday ajoyib o'g'ilni dunyoga keltirgani uchun ularga rahmat aytishim kerak. Ha ha ha. Xo'p, haydovchiga darhol jo'nashga tayyorlanishini aytaman, dedi kotiba. Bola yugurib kelyapti. Topdim. Ni opa, topdim. Tezroq ayt, dedi Ni. Yigit esa hansirab, ismi Shingliu, Ashkirik akademiyasi talabasi. Otasi Shinxing logistikada yuk tashuvchi bo'lib ishlaydi. Onasi esa Excellent supermarketida kassir. Yana o'rta maktabning 1-yilda o'qiyotgan singlisi bor. Butun oilasi yaqin atrofda 15-Azuriy majmuasida yashashadi. Ni telefonga "Alo" deyotganda yonidagi yigit "Ni opa, nega uni qidiryapsiz? U sizni xafa qildimi?" Bu biroz ortiqcha emasmi? Axir u oddiy oiladan chiqqan kambag'al bola. Bunchalik qilishning hojati deb gapini tugatmasdan Ni jahli chiqib, "Jim bo'l. Bu sen o'ylagandek emas", dedi. Ni telefonda kim bilandir gaplashyapti. "Alo. Ha, tushundim. Ha? Tezkor bo'lishlarini bilardim, lekin bunchalik tez bo'lishini kutmagan edim." Keyin ortiga qarab aytdi. "Hey sen, borib uning oila a'zolariga sovg'a qilish uchun mos qimmatbaho narsalar sotib ol." Yigit esa shoshib qolib, "Ha, xo'p", deb javob berdi. Ni o'ylayapti. Nihoyat seni topdim, Shingliu. Shingliu xuddi Kung Fu Pandada ichki xotirjamlikka erishayotgan vaqtda eshigi taqilladi. Shingliuning singlisi gapiryapti. "Shing aka, chiq, seni qidirib kelishibdi." Shingliu esa "Tushundim, hozir boraman", dedi. Shingliu chiqayotganda o'ylardi. Qing'ay meni aka deb chaqirmaganiga ham ancha bo'libdi. Kimdir meni qidirayotganmi yo'qsa? Shunda Shingliu kimnidir ko'rib to'xtab qoldi. Shingliuning oyisi, "Kichkina Shing, tez bu yoqqa kel." Shu vaqtda gapni bo'lib o'sha odam gapirdi. "Janob Liu, siz bilan tanishganimdan xursandman. Men Ashkirik jangchilar uyushmasining prezidenti Yuxi Xiaoman." Keyin qo'lini uzatdi va "Sizga imtihon natijalari haqida gaplashish uchun keldim", dedi. Shingli o'ylayapti. Jangchilar uyushmasi prezidenti hech bo'lmaganda 6-darajali jang ustasi bo'lsa kerak. Keyin gapirdi. "Men ham siz bilan tanishganimdan xursandman, prezident Xiao." Prezident Xiao o'ylayapti. Yomon emas, hatto mening huzurimda ham xotirjam tura olyapti. Bunday holatning o'zi ham juda kam uchraydi. Keyin Shingli Uisa deb to'g'risida o'tirgan qizga ishora qildi. Oyisi gapirdi. "Ha, u Red Burik jangchilar akademiyasidan kelgan Ni xonim ekan.
Keyin Nixonim, tanishganimdan xursandman janob Liu. Biz ilgari jangchilar akademiyasida uchrashganmiz. Meni eslaysizmi dedi. Shinglu esa ha eslayman Nixonim dedi. Keyin prezident Xiao gap boshladi. Xo'sh janob Liu, qisqa qilib aytaman. Ashkirik jangchilar uyushmasi nomidan sizga rasman ikkinchi darajali jangchi nishonini topshiraman. Bu hammasi emas. Imtihonda namoyish etgan jangovar quvvatingiz har qanday ikkinchi darajali jangchi darajasidan ancha yuqori. Shu sababli oylik nafaqangiz 3-darajali jangchi miqyosida beriladi. Bundan tashqari jang san'atidagi favqulodda iste'dodingiz uchun sizga 1 million tanga miqdorda mukofot berishga ham qaror qildik. Oila a'zolari xuddi hushdan ketgudek hayratlanib qolishgan. Singlisi gapiryapti. 2-darajali jangchi? Oyisi esa, dadasi, hozir meni chimchilab qo'ying. Dadasi esa, yo'q, seni bu tushdan uyg'otib yuborsamchi, deyapti. Bu vaqtda prezident Shingluga gapiryapti. Jang san'atingizni rivojlantirish yo'lida tinmay harakat qilishingizni chin yurakdan tilayman. Shinglu javob qaytardi. Jangchilar uyushmasi va siz, prezident Xiao, menga bergan qo'llab-quvvatlash va dalda uchun chuqur minnatdorman. Lekin aytishadi-ku, dunyoda tekin tushlik bo'lmaydi. Evaziga mendan ham nimadir kutayotgan bo'lsa kerak. Prezident Xiao hayratda qarab turibdi. Xo'sh, prezident Xiao, jangchilar uyushmasi mendan nima qilishimni xohlaydi? Keyin prezident Xiao xotirjam holda gapirdi. Sen men o'ylaganimdan ancha yutuq va sezgirroq ekansan. To'g'ridan to'g'ri gapga o'taman. Biz seni donishmand viloyatining Wunderkindlar lageriga qo'shilishingni istaymiz. Nixonim hayratlanib o'rnidan turib ketdi. Prezident Xiao, hozir Wunderkindlar lageri dedingizmi? Keyin ertaga aytishni boshladi. Wunderkindlar lageri haqiqatdan ham eng iste'dodlilar to'planadigan joy bo'lsa-da, u yer ayni paytda Wunderkindlarning eng ko'p qulagan joyi hamdir. Bir vaqtlar bizning jangchilar akademiyamizning eng iste'dodli akamiz Wunderkindlar lageriga qo'shilgan edi. Biroq hozir o'sha jasur va o'ziga ishongan Wunderkind lagerda olgan zarbasidan tiklana olmay, oddiy odamlar darajasiga tushib qoldi. Shinglu, sening kelajaging porloq. Bunday tavakkalga borishingga hech qanday hojat yo'q. Prezident ham ma'qullab, to'g'ri, tavakkal bor, dedi. Keyin esa prezident gapirishni boshladi. Bu haqiqiy iste'dodlar yuksaladigan joy. Lagerda shahardagi eng iste'dodli jangchilar boshqalar uchun shunchaki poydevor toshi bo'lib qolishi mumkin. Lekin men bilamanki, sen boshqachasan. Namoyon etgan kuching va salohiyatingdan shuni angladimki, sening kelajaging shu yerda to'xtab qolmaydi. Keyin prezident taklifnomani uzatdi va shunga qaramay janob Liu, qanday qaror qabul qilsangiz men hurmat qilaman. Xo'sh, tanlovingiz qanday dedi. Shinglu biroz jilmaydi. Siz haqsiz prezident Xiao deb qo'lidan taklifnomani oldi. Keyin esa biroz jilmayib gapira boshladi. Men ham shunday deb o'ylayman. Bu hali mening haqiqiy imkoniyatlarimning arzimas qismi xolos. Prezident Xiaoning yelkasidan xuddi tog' ag'darilgandek bo'ldi va yaxshi, 2 kundan keyin sizni olib ketgani kelaman. Bugunga ortiqcha bezovta qilmayman dedi. Keyin o'rnidan turib, mayli, tez orada ko'rishguncha janob Liu deb chiqib ketdi. Keyin Shinglu, xo'sh, Shuangni, bu yerga nimaga kelganingizni aytib bersangiz dedi. Keyin u Shingluga qarab hayajonlanib qizarib ketdi va o'yladi. Suratdan ko'ra haqiqiyligida ancha kelishganroq ekan. Keyin yo'talib qo'ydi-da, gap boshladi. Bugun bu yerga janob Liuga taklif yetkazgani keldim. Biz Red Brook Jang san'ati akademiyasi nomidan sizni faxriy shogird sifatida qabul qilmoqchimiz. Shinglu esa, faxriy shogird? Bu menga nima beradi dedi. Keyin Nixonim safsata sotishni boshladi. Faxriy shogird sifatida Red Brook Jang san'ati akademiyasiga xohlagan paytingizda kirib chiqishingiz mumkin. Barcha jihozlarimizdan foydalana olasiz. Istalgan darsimizga bepul qatnashishingiz mumkin. Otam esa shaxsan o'zi sizga ta'lim beradi. Bu unvonni qabul qilsangiz eng yaxshi yo'l yo'riqni olasiz. Oxir-oqibat unvon shunchaki unvon, hech qanday majburiyat yuklanmaydi. Keyin u hayajon bilan o'ylayapti. Agar 18 yoshli ikkinchi, balki 3-darajali jangchi bizning akademiyamizda borligini eshittirsam, shogirdlarimiz osmonga ko'tariladi. O'ylab ko'ring-a, ota-onalar bolalarini akademiyamizga yuborish uchun nimalar qilmaydi. Shinglu esa rad etaman deb javob berdi. Keyin Nixonim o'rnidan turib, Shingluni bor kuchi bilan ko'ndirishga urindi. Shoshmang, imtiyozlaringizni hali ham kelisha olamiz. Shoshilishga hojat yo'q, dedi u. Shinglu esa faxriy a'zo bo'lishim mumkin. Akademiyangizda mashq qilishimni reklama qilsangiz ham bo'ladi. Axir bu haqiqat. Ammo men sizning shogirdingiz emasman va hech qachon hatto nomiga ham bo'lmayman. Chunki rivojlanish uchun sizga muhtoj emasman.
Mening taklifimni qabul qilsangiz, men ham siznikini qabul qilaman. Albatta, rad etsangiz ham akademiyangizga sinov uchun baribir boraman. Uyimga eng yaqin akademiya shu-da. Nixonim biroz o'ylab ko'rib, mayli, lekin faxriy unvoningiz faqat Red Brook jang san'ati akademiyasi bilan bog'lanishi shart. Oylik maoshingizni tez orada to'g'ridan-to'g'ri yuborib turaman. Taxminan 100 ming tanga bo'ladi. Men ham ruxsat so'rayman. Endi xayr, deb o'rnidan turdi. Keyin eshikni yopib chiqib ketdi. Keyin Shingluvning ota-onasi birdan gapira boshladi. Oyisi gapiryapti. Shingjon, men tush ko'ryapmanmi nima balo? Million tangalik grantmi? Oyiga 100 ming maosh ham olasanmi? Dadasi esa hozirgi haqiqatan ham jangchilar uyushmasi prezidenti edimi? Rostdan ham shaxsan uyimizga keldimi? Shingjon, qachon ikkinchi darajali jangchi bo'lib ulgurding? Dedi. Shinglu biroz jim turdi va oyisining qo'lidan tutib, hammasi rost, men chindan ham ikkinchi darajali jangchi bo'ldim. Oyijon, bundan keyin tungi smenalarda ishlashingizni hojati yo'q. Tunlari uxlamaslik salomatlikka zarar. O'zingizga yaxshiroq qarashingiz kerak. Dadajon, siz ham endi bel sindiradigan ishlarni qilmaysiz. Rosti, belingiz uzoq chidamasa kerak. Endi pulni men topaman. Sizlar biroz tinchroq yashang, dedi dadasi va oyisiga.